Hammaga assalomu alaykum. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Biz bugun Costco'ga keldik. Har 3 haftada bir Costcodan bozorlik qilamiz. Hozir sizlarga ham aylanib imkon qadar ko'rsataman. Bitta-bittadan arava olib olganmiz. Narx-navolarni, nimalar borligini ko'rsataman. Sekin chiqib olamiz. Costco'mizni ko'rinishi mana. Koreyada asosan koreys mahsulotlari bor, lekin Amerikadan ham keladigan mahsulotlar bor. Biz nimalar olishimizni video davomida ko'rsataman. Конечно, narx-navoni ham shu oxirida hisob-kitob qilib aytaman sizlarga. Keyin o'zingizlar fikringizni bildirasizlar, qimmatmi, arzonmi, qanaqa bo'lsa ham. Dyson olib kelib qo'yishibdi. Eski modelidan ekan bu. 539 ming won ekan Costco'da. Hozir mana bu yerda bizda boshqa davlatlarda qanaqa bilmadim, lekin Koreyada mana bu apparatchada Costco membershipni chikillatib, Xo'p, so'raman. Chik qilib, nima deb aytilishi esimdan chiqib qoldi, o'shani kiriladi. Nima deysan? Dading haydasimi sani? Ha? Atirlar nari tarafda edi dadasi. Mayli, o'tam kelamiz anaqa olish uchun. Mana shunaqa vitaminlar, biodobavkalar ham Costco'da bor. Mana bunaqa tepasida Wonda yozib qo'yishgan. Masalan, mana bu xolodilnik, LG xolodilnik 4 tali 1 million 999 ming ekan. Bunisi 3,5 million gabaritlariga qarab. Bu yerda vakuum apparati bor ekan. Vakuum apparat 26 ming ekan. Adashmasam, Wonda. Mana bu elektron shotka. Men boshqachasini olib qo'ydim. Zaryadi yo'q ekan, ishlatib ko'raman desam 34 ming, 35 ming ekan. Ana dading bolam orqada dading. Dading orqada, Zaki orqada. Kelyapmiz hammamiz. Nima ekan u? Duracell batareyalar 14 ming won. Bunaqa elektron musor, mana bunaqa stulchiklari 200 ming, musor soladiganini bilmadim. Voy. Bilsanglar bilarsizlar video olish qanaqa qiyinligini. Bolalar bilan birga yurganda ayniqsa. Tak, hozir men sizlarga bu yerdan parashoklarni ko'rsataman. Kir parashoklarni ikkita yosh bolasi bor ona sifatida biz uyda doimiy ravishda kir yuviladi, doimiy ravishda har kuni 2 mahaldan ham kir yuviladi, to'la. Shuning uchun bunaqa narsalar ko'p olamiz. Keyin mana bu kiyim uchun Fibris deb reklama qilishadi. Освежитель kiyimlarga sepganda yoqimli ifor taratadigan koreyslar madaniyatida bunaqa bor. Keyin mana narxi 15 ming won ekan, shunchasi. Bu yerda mana bunaqasi bor ekan. 19 ming won ekan. Biz menimcha mana bunisidan olamiz. Menimcha mana shunisi yaxshi. Nima? Voy, bu kaka emas, bolajon. Dadasi, mana bundan olamizmi? Mana shunaqa shekilli, yo nari yoqda bormi boshqa? Dawnini 1 kilodan oshadigani 30 ming won ekan. Bu yerda mana bunaqa so'yoqlar ham bor, Dawniniki. 4 litri 17 ming 200 wondan. Mana bunaqalar ham bor. Kir parashoklar. Katta parashoklar. Hozir ko'rsataman bu. Почти 5 litr ekan bu. So'mmi? So'm olishimiz kerak, to'g'ri. Tak, Persildiki 29 ming won. Ketdi. U yoqda pastroqda dadasi.
Tepalari bilan tovarlar turadi. Uzoqroqdan ko'rsatsam, mana shunaqa sortiment rosa ko'p. Kelib prosta aylanib ketsa ham bo'ladigan joy. Bular idish-tovoq yuvadigan gel, mana shunchasi 127 ming so'm atrofida ekan narxi. Hozir O'zbekistonda mashhur bo'layotgan Lactafit mana shunaqa katta idishdagisi. Siz aytaman qancha ekan bu? 200 grammi 229 ming so'm atrofida. Mana bunaqa Lactafitlar esa bu вообще ham katta. 334 ming so'mda. Bu 400 gram ekan. 400 gram bu anchaga yetadi degan. Bunaqa gaplar. Aylanishdan davom etamiz. Bu yerda Herani kurshonlari 55 ming wondan ekan. Sun kremlar, mana bunaqa brushlar, mana bunaqa lab uchun balzamlar. Qo'l kremlar. Yo'q, qancha emas, qo'lajim uyda bor-ku, bu olmaymiz, uyda ko'p. Olgan elektronli yuvadigan-ku. Philipsniki bor ekan, lekin unaqa zo'r narsa ekan, dadasi. Mana bunaqa uходовый skincare nabori bor ekan. 32 ming won, bu 30 ming won. Nima u qiladi? Voy, men bolam nimani ko'rsa olgisi keladi, ushlab ko'rgisi keladi. Bu Oxuyniki 74 ming won ekan, 3 talik seti. Ko'rib olishinglar mumkin o'zinglar ham. Hamma narsani ko'rsatishga ulgurmayman, o'shaning uchun bugun birinchi marta ko'rsatishim, keyingi safar boshqa narsalardan ham ko'rsataman, xudo xolasa. Atir so'rab kelay hozir. Ani xolalar biladi. Mana bu Jamalon atiri 170 ming won ekan. Mana bu Dafik atirlari 189 mingdan. Nima qilasan bolam? Nima qilasan uni? Mana tepaliganini yo'qekan. Mana bu atirlar ham mashhur rosa, dadasi. Nima bu? Nima bu? Panchak. Shu panchakga kelgisi keldi. Bu archani narxi 800 ming ekan. 2 metr 700 ekan uzunligi, to'g'ri balandligi. Tak. Panchak. Qaja. Xayr. Paka. Annyeong. Assalom. Bu yerda olivka olamiz biz. Mana bunaqa pasta nachinkalisi bor va tepada qorasi bor. Bu safar qorasini olamiz. Anchagina barakali, mana 170 gramdan 6 ta. Keyin nima oldim? Yana qaymoq oldim. Mani savatim. Pista oldik. 2 kilo, bu 2 haftaga yetadi. Bolalarim tez yeydi, уже ochib yedirishni boshladim. Bunaqa oldik. Qolgan narsalarni hali olmadik. Shunday qilib sekin-sekin bozorlik davom etadi. Nima pista? Pistacho. Ayt. Pistacho. Zaki menga qara. Pistacho. Shirinlik oldik, mango. Mana bunaqa 22 ming bo'ldi bizga. Mana bunaqa chicken sausage oldik. Sirli pizza oldik. Bunaqa kartoshkaning narxini ko'rsatay sizlarga. Mana bu 2 kilogram kartoshka 9900 won ekan. Shunaqa shirin paprikalardan olamiz. Mana bu kattalari
127 ming ekan, bunisi 149 ming ekan. Mana shundan olib yuramiz. Chunki bu mazali. Keyin qo'ziqorim. Champinyonni oldim. 8990 ming won. Esa dadasini qilgan bozorlari ikkiga bo'linib olgandik spiskani tezroq qilish uchun. Mana kofe sevarman. Может, meni ham kofe sevarlar kuzatayotgandir. Mana bunaqa kofelarni ko'rishingiz mumkin. Amerikanskiy brendniki 1.30 kilosi 39 ming ekan. Bu 40 ming ekan. Starbucksniki Verona nomli. Buni ham 1.13 ekan kilogrammi. Tepada mana bunaqa narxlar. Odyappa. Bular maydalanmagan katta danakli kofelar. Nimaga bolam? Okey, 341 ming won bo'ldi. Cho'qim, kidaryo. De. Biz уже uydamiz. Hamma narsani joylab oldik. Kek olib keldik, xullas. Nima qilamiz kekni? Zakif qiladimi? Kesib shuni qilishga hisob beraman, lekin bizda sharlarimiz yo'q. Mamlakat tayoqchalar qistirib boqamiz. Zayn kesaman bolam. Zayn ke. Dadasi stul qo'ying. Biza nima qilaylik? Tezlik qilaylikmi? Nima qilaylik? Biz nima qilaylik biz? Har kuning muborak degan qo'shiqda kuylaymiz masalan. Happy every day to you. Happy every day to you. O'tiring bolam. O'tiring siz ham. Okey, yonmas ekan bu. Ha, bo'laveradi. Hay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Shama anda jiz bu. Ha, bo'ldi. Bo'ldi, ana. bittasi. Ana. Zakiyam uxlamadi. Hozir. Zaki senga boshqatdan yoqadi. Zaynab. Shu bitta javob chiqmadi-ku. Ha, uxlasin Zaynab. Zakiyni uxlasin. Ha. Давай. Testa. Ура! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Zaki. I love you. Hatu. Bo'ldi. Kek moqcha. 잠깐만. 예, 케이크. 오케이. 어머요. Şimdi bana kesin ki yok mu bana? Hep kazanmış. Happy birthday.
shunaqa qilib vlogimizni yakunlaymiz. Kech tushdi уже. Voy. Yana keyingi vloglarda ko'rishguncha xayr, hammanglarga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Paka-paka qilinglar. Paka-paka.